Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozu, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çistağa 2021 yıl 1. ayının 1. günü hürmetli vatandaş. Sizlerge bugün leksiya sözleşten avval vaziyet doğrusudur. Mesela sayılan vaziyeti doğrusudur gep kılıdığın bolsa hürmetli vatandaşım. Arlıqda senatör Josh Hawley men 1. ayının 6. günü saylıqçılar biletinin rədd qiliman yoki tonishni e'tirof qilishni rədd qiliman degan edi. Tünügün gücü bo'lgan Arlıqda hozir Avam palatasida 140 dan ortiq palata a'zosi o'tirg'i chiqib biz 1. ayının 6. günü saylan bileti bo'yicha saylıqçılar biletini e'tirof qilmaymiz. Rədd qilamiz degan yerga keldi. Saylamning vaziyeti ana shu yergacha hurmatli vatandosh. Endi sizlarga bugun anlatadigan leksiyamizning mavzusi. Avvalchi ishlari deb aytaylik, boshlab bo'ldik 1. ayının 1. günü deb. Endilikdagi mavzu bundaq hurmatli vatandoshlar. Prezident Trump Twitter'da yangi yil nutq e'lon qildi. Mavzuli xabar 12. ayının 31. günü ve tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 12. ayının 31. günü Amerikaning prezidenti Trump Floridaga dam olish vaqtini qisqartib Oqsaroyga qaytib keldi. Arqadilla Twitter'da 1 yillik ta'sirotlarini e'lon qilib, yetib kelgan yangi yil munosabati bilan Amerika xalqiga salom yo'llash bilan birga mundaq ko'rsatdi. Eng yaxshi daqiqalar tehi yetib kelmadi. Eng yaxshi daqiqalar tehi yetib kelmadi. 2020 yil 1 yillik ta'sirotlar to'g'risida prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika qiyinchilik kunlarida mustahkam va qaysirona ulug'vor irodasini ifodaladi. Yangi yuqumli virus boshlanish bilan Amerika milyonlagan maska yasab, nafas olish mashinasi ishlab chiqarib, Jungo bilan bo'ladigan sayli sayohat bordi keldisini to'xtatdi. Aslida 10 yil sarf qilib ishlab chiqariladigan vaksina Amerikada 9 oy ichida ishlab chiqarilib, nihoyat tirishchanlik bilan ishlagan kishilarga buning uchun rahmat aytdik. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi, bu jarayon har bir odam esida saqlashga tegishli jarayondir. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Amerikaning dori-darmoklar bahosi 51 yildan beri tunji qatam tuvan bahoga tushirildi. O'xshashla nurg'unlagan ishlab chiqarish tarmoqlari qatorida tibbiy saymonlarni va dori-darmok ishlab chiqarish sanoatini ham mamlakat ichiga qaytirib keldik. Ko'plab ish fursati yaratdik. Meksika chegarasiga tam yasab chiqdik. O'rta Sharqda tinchlikni ishga oshiryapmiz. Amerikaning mashina natijalarini davomli saqlab qolishini umid qilaman. Prezident Trump eng oxirida mundaq ko'rsatdi. Amerika xalqi dunyodagi eng buyuk davlat. Amerikada yashayotgan xalqdir. Qiyinchilik oldida prezident har bir kishini rag'batlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar biz davlatimizga samimiy va sodiq bo'ladigan bo'lsak, butun qalbimizni xalqimizga beramiz. Ulug'vor ro'yimizga qat'iy ishonamiz. Yaxshi natijalar oldimizda yetib keladi. Allohning sizlarni
saklışını ümit kılaman. Allah'ın bütün Amerikanı panayida saklışını ümit kılaman.